Assalomu alaykum azizlarim. Sog' salomatmisiz? Kanalim obunachilari hamda kuzatuvchilari, kanalim mehmonlari, kanalimga xush kelibsiz. Azizlarim, bolalarning shovqini bo'lsa ozgina e'tibor bermaysizlar. Biz hozir oshqovoqdan somsa qilib ko'rsatmoqchimiz. Oldin gullarimni bir ko'rsatib yuboray dedim. Qarang, atirgulda ochilganini chiroyli bo'lib. Mana bunisi ham juda chiroyli boshqacha bo'lib ochilib. Bizlar oshqovog'imizni mana shunaqa qilib tozalab, yuvib, archib tayyorlab oldik. Endi mayda qilib to'g'rab olamiz. Mana shunday qilib kesib oldim, azizlarim. Endi to'g'rab olamiz. Shunday qilib to'g'rab olamiz azizlarim. Oshqovoq eng foydali narsa-da bu. Sabzavotlarimizdan ko'pchilik yaxshi ko'rsa kerak, lekin yemaydiganlar ham bor oshqovoqni ham. Lekin biz yaxshi ko'ramiz kattalar. Mana shunaqa qilib hammasini to'g'rab olaman azizlarim. Azizlarim, oshqovog'imizni to'g'rab oldik. Mana shunaqa qilib endi piyozimizni to'g'rab olamiz. Piyozni mana yuvib oldim azizlar. Mayda qilib buni ham to'g'rab olamiz. Oshqovoqni mayda qilib to'g'radim. Demak, piyozni ham mayda qilib shunaqa qilib to'rtburchak qilib to'g'rayveramiz. Mana azizlar, mana shunaqa qilib to'g'rab olaman piyozimni ham. Endi to'xtating. Endi azizlar, somsamizga osh xamir deymiz. Biz osh xamiri olamiz. Buning uchun bizga un kerak bo'ladi. Mana oddiy suvga tuzini solib olamiz, yaxshilab eritib olamiz, qoshiq bilan aralashtirib. Azizlar, tuxumni sarig'ini ajratib oldim oqidan. Sarig'ini somsamizni yuzasiga sepamiz, oqini osh xamirimizga qo'shib yuboramiz. Azizlar, tuxumni oqini solib olamiz birinchi. Tez harakat qilavering, sovuravering, men olyapman. Unimiz elangan, vishi sort. 2 zuvala qilsak yetadi menimcha. Kattaroq 2 zuvala qilamiz. Ikki kishilashib oshqovoq somsa qilyapmiz azizlarim. Menga kelinimiz yordam beryaptilar. Men oshqovoqlar, piyozlar to'g'radim. Bular mana xamir qorishyapti. Hozir ichiga surtiladigan, nachinkaga solinadigan yog'larimizni tayyorlab olamiz. Mana azizlarim, xamirimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Ustini yaxshilab plyonka bilan yopib 20 minutga dam oldirishga qo'yamiz. Xamir chiroyli bo'lib yetiladi. Yana bir mushlab yuboramiz, silliqqina xamir bo'ladi keyin. Qorishga va nachinkasiga solishga yog'imizdan eritib yuboramiz. Qaymog'imizdan mana 4 qoshiq qaymoq solib oldik. Paqirchadagi sariyog'dan ovorasizmi? Keyin sovoramiz. Endi eritib olaylik, erib bo'lgandan keyin mana qaymog'imizni solib erityapmiz azizlar. Ozgina chala qilamiz buni.
to'rtta qilib yubormaymizda, sal beroqdan to'xtatib olamiz. Qaymog'imiz eridi. Endi saryog'imizni solamiz. Ay, isib ketdi. Azlar gaz tagini o'chirib qo'ydik. Mana o'zini issig'i bilan saryog'imiz erib oladi. Endi nachinkamizga bundan hozir solamiz. Quritilgan rayhon bargimizdan solamiz nachinkamizga. O'zgacha ta'm beradi. Men emas, buni to'lg'ini aytyapti. Qora murch solamiz, azlarim. Kamroq solamiz, chunki bolalar ham bor. Azlar, oshqovoq xomligida bir chaynab ko'rasiz, tishingiz dorasiga bosib ko'rasiz. Agar bemaza oshqovoq bo'ladigan bo'lsa, shakar solsangiz bo'laveradi. Shirinroq yesangiz albatta. Biz shakar solamiz. Shakarni aralashtirganimizda yeb ko'ramiz. Agar kam bo'lsa solamiz. Tuzini ham hozir endi aralashtirmaymiz. Xamirimizni olib, yoya boshlaganimizdan keyin tuz namagini ko'ramiz. Keyin solamiz somsaga. Azlar, yangi o'qlab oldik, qarang uzunligini. Kelin olib kelibdilar bozordan 15 mingga. Eski o'qlovimiz sinib qoldi. Keyin yangi o'qlov olib keldi. Mana uzunligini qarang. Lekin yoyishga juda udobno bo'lsa kerak. Ha? Azlar, shu tuxumdoqini sopbizda, xamirimizga yog' solmabmizda. Esdan chiqibdi. Agar siz qilsangiz, albatta semichka yog' deydi. Rastительный masladan хотя бы 2 qoshiq bo'lsa ham savoring. Azlar, xamirimizni birinchisini yoyib oldik. Buni taxlab qo'yib turamiz. Ikkinchisini ham yoyib olamiz. Tog'orchani yopib qo'ying ustiga. Qurimasdan turadi xamir. Klyonka ham bor ekan, klyonkani yoyib qo'yavering. Yopib qo'yavering. Bo'lmadimi? Yo'q, bo'laveradi. Endi ikkinchisini yoyib olamiz. Mana ikkinchi xamirimizni ham yoyib oldik azlarim. Birinchi xamirimizni yoyib olamiz. Yog'imizni surtib olamiz azlarim. Azlar, birinchi xamirimizga yog'ni surtib oldik. Mana endi ikkinchisini yoyib olamiz. Lekin yetmay qolgan joylariga cho'zib yetkazib boramiz. Bitta qo'lim bilan qilyapman azlarim. Ana ikkinchisiga ham yog'imizni surtib olamiz. Mana azlarim, yog'imizni surtib oldik. Endi sekin xamirimizni o'rab chiqamiz. Bir boshdan chiroyli qilib qattiq tortib mahkam qilib o'raveramiz. Somsa qilishga 2 kishi bo'lsangiz yaxshida. Bir kishi qilaman desangiz juda hashamati ko'p. Oldingizga tortib olavering. Tortib bo'lmayaptimi? Yopishib qolibdimi? Turib olasiz ekan. Cho'zib oling xamirda. Ana shunday qilib. Ana endi bir 15-20 minutga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz.
Yog'lari yaxshi joylashib, qattiq bo'lguncha biz nachinkamizni tayyorlab turamiz. Azizlar, nachinkamizga tuz bilan yog'ini solib qo'yamiz, lekin aralashtirmay turamiz. Chunki suv ochib qolishi mumkin tuzni nimasi bilan. Ha, soling, o'zingiz qarab nima qilib solavering. Azizlar, endi o'sha tayyorlagan mahsulotingiz qancha bo'lsa o'shanga qarab o'zingizning vkusingizda qancha tuz namagini qanaqa yeysiz solaverasiz degan anonda gramlarini aytmadim, yog'ini ham. Qaymoq bilan sariyog'ni eritib turib soldik azizlarim. Xamirimizni xolodilnikdan oldik. Endi kesib chiqamiz buni. O'rtacha qilavering. Katta ham bo'lib ketmasin. Boshida. Boshida endi. Belki hozirmiş o. Mo'ljal bo'lib qoladi o'zi. Mana azizlar, kesib oldik. 30 dona somsa bo'lyapti. Endi somsalarimizni yaxshilab unga botirib, mana shunday qilib shakl berib chiqamiz. Dumaloq shakl, ya'ni. Mana shunday qilib. Azizlar, mana shunaqa qilib zuvalachalar tayyorlab oldik. Endi ana klyonka bilan yopib qo'ysangiz, yer bezakda aniqmaydi. Tashqarida shamol bo'lyapti, derazalarimiz ochiq. Azizlar, xamirga surtgan yog'imizdan qolgan sal kamga o'xshayapti. Ozgina semichka yog'idan qo'shib yuboryapmiz kam joyiga. Yog'liqqina bo'lsa yaxshida. Endi yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Qoshiq bilan aralashtiryapmiz, lekin qo'l bilan aralashtirgan yaxshida, hamma joyiga tegadi. Qo'l bilan aralashtiramiz azizlarim. Negativ yozmanglar. Qo'limiz yuvilgan, tirnoqlarimiz olingan, uzuklarimiz yo'q. Azizlar, tuzini ko'ryapmiz. Ozgina tuzi pas ekan, savordik azizlar. Mana endi qo'l bilan yaxshilab aralashtiryaptilar. Ezib jigar bag'rini aralashtiring. Mana azizlar, endi somsalarimizni birin-birin yoyib olamiz. Bitta-bittadan chiroyli qilib chekkalariga juvoni ko'proq urib, o'rtasiga unchalik teginmaymiz. Yengil o'tib ketamiz o'rtasidan. Chekkalariga urib. Mana bitta yoyib oldik azizlarim, yana bitta yoyib ko'rsatamiz. Azizlar, ana shunday qilib kattalikda yoyib olamiz hammasini. Azizlar, somsalarimizni tuyamiz endi. Bukamiz deydimi, kim qanday aytadi? Sovalamiz, bir qoshiq oshiqroq solyapman. Bunday qilib yopib olamiz. Shu xamirimizdan 3 burchak qilsak bo'ladi. Biz har doim 3 burchak qilgan uchun bu safar sal boshqacharoq qilamiz deb mana shunaqangi tugyapman azizlarim. Mana shu xamirimizni mana shunday qilib, sizlarga ko'rinadigan joydan o'zi shunday qilib bo'kib boraveramiz. Mana azizlarim, yana bitta ko'rsataman.
Mana sizlar, mana shunaqa qilib hamma somsamizni bukib chiqamiz. Azlarim, mana somsamizni ham tugib oldim. Endi ustlariga tuxumni sarig'ini surib chiqamiz. Tuxumni sarig'iga hech narsa qo'shmadim. O'zi bu arada duxovkamizni yoqib qo'ydim. 270 da turibdi. Azlar 30-35 daqiqada somsalarimiz pishadi. Mana shunday qilib hammasiga surtib olamiz. Azlar, tuxumni sarig'ini surtib oldim azlar. Mana endi somsalarimiz ustiga sedanamiz yo'q, kunjut sepib chiqamiz. Chiroyli bo'ladi bu ham. Qorin qismiga. Ko'rib turganingizdek. Bo'ldi azlarim, duxovkaga jo'natamiz endi buni. Mana bunisi ham tayyor azlarim, bunisini ham jo'natamiz. 2 list tayyor qildim, yana bitta listda chiqadi. Mana azlarim, somsalarimiz ham pishdi, ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli bo'lib. Mana bolajonlarga ham hisob berdim. Sovishini kutyaptilar. Qani? Somsa yoqdimi? Ha? Ikkovingizga ham? Rahmat. Ana, o'zimizga ham osh bo'lsin, yuringlar. Mana ko'rib turganingizdek azlarim, oshqovoqlari ham juda chiroyli bo'lib pishdi. Mana orqa tomoni somsamdi. O'zim maqtab qo'yay. Mana chekkasida gullari. Endi choy bilan somsaxo'rlik qilamiz. Somsaxo'rlikka kelinglar azlarim. Shuning bilan bugungi video roligimni tugataman. Yana roliklar orqali uchrashguncha xayr. Allohga omonatsiz. Yoqqan bo'lsa layklar kutaman. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta bo'larsiz. Kommentariyaga yozing. Men sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Xayr, salomat bo'ling.